Nevroz nega takrorlanadi? Nevroz ko'pincha bir marta kelib ketadigan holat emas. Ko'p odamlarda u vaqt o'tib yana qaytib keladi. Buning bir nechta asosiy sabablari bor. Birinchisi, ildiz sababi hal qilinmaydi. Ko'p odamlar faqat belgilarni bosishga harakat qiladi. Dorilar, chalg'itish, dam olish, lekin nevrozning ichki sababi qo'rquv, ichki ziddiyat, bosilgan hissiyotlar hal qilinmaydi. Shuning uchun biroz vaqt o'tib holat yana qaytishi mumkin. Ikkinchi sababi doim xavotirli fikrlar. Agar inson doim salbiy ssenariylarni o'ylasa, miya xavf rejimida yashaydi. Organizm esa buni stress sifatida qabul qiladi. Shu holat uzoq davom etsa, nevroz yana paydo bo'ladi. Uchinchi sababi hissiyotlarni bosib yashash. Ko'p odamlar g'azab, alam, xafalik yoki qo'rquvni ichga yutib yashaydi. Bu hissiyotlar chiqish yo'lini topmasa, organizm ularni nevroz orqali ko'rsatishi mumkin. Undan keyingi sababi nazorat qilishga ortiqcha urinish. Nevrozli odamlar ko'pincha hayotda hamma narsani nazorat qilishga harakat qiladi, lekin hayot doim ham reja bo'yicha ketmaydi. Nazorat yo'qolganda esa xavotir kuchayadi. Undan keyingi sababi tana doimiy stressda yashaydi. Agar organizm uzoq vaqt stress holatida bo'lsa, asab tizimi charchaydi. Shu sababli kichik muammo ham katta xavotirga aylanishi mumkin. Eng muhimi, nevrozdan chiqish uchun faqat belgilarni yo'qotish kerak emas. Ichki fikrlash tarzi va hissiy holatni o'zgartirish kerak. Ko'p hollarda inson o'zini qattiq tanqid qiladi, ortiqcha xavotir qiladi, doim qo'rquvda yashaydi, kelajakdan qo'rqadi va o'tmishni qo'yib yubora olmaydi. Mana shu fikrlar o'zgarmagan ekan, nevroz ham qayta-qayta paydo bo'lishi mumkin.